Keldingmi? 500 olib keldingmi? Mucha qolib ketding. Nimaga qaqqayib turibsan? Qani pul? Pul yo'q. Nima? Sen. Siz? Ha men. Nima? Senga bergan pullarimni to'ymadingmi? Qizimni ishlatib boymoqchi bo'ldingmi? Shuning uchun guldek qizimmi begona erkaklarni bag'riga otdingmi? $500 pul uchunmi? Men haligi Nima haligi? Senga har oy pul jo'natib turdimmi? Ha? Hatto mana shu uyni ham men senga olib berganman. Gapir. Chunki siz menga uylanmagansiz. To'g'rimi? O'sha xotinchangizni tanladingiz. Marhabo. Bu odamning gaplariga ishonma. Kir ichkariga. Siz esa bu yerdan yo'qoling. Yo'qsa militsiya chaqiraman. Boring keting. Chaqirsang chaqiravur. Qiz meniki. Qizimsiz hech qayerga ketmayman. Sizga qizimni berib qo'yadigan ahmoq yo'q, tushundingizmi? Uni men tug'ib katta qilganman. Zarracha ham haqqingiz yo'q. Pul bergan bo'lsangiz, uyoq bergan bo'lsangiz, otalik vazifasini bajargansiz. Tushundingizmi? Endi esa yo'qoling. Ko'zimga ko'rinmang. Ha? Marhabo. Qayoqqa? Qoching, qo'lingizni oling. Shuncha boqib katta qilganimchi qizim? Nima? Onangni tashlab ketasanmi? Marhabo. Esingni yig'. Buni hech qaysi gapiga ishonma. Shuncha boqqanimga rozi emasman, tushundingmi? O'z tuqqan onangni tashlab ketasanmi? Bugundan boshlab qizimga yaqinlashmaysan. Kerak bo'lsa qonuniy yo'l bilan uni o'zimga olaman. Yur qizim. Marhabo. To'xta, marhabo.